Diqqat qiling, O'zbekistondagi ota-onalar bilishi shart. Bugundan boshlab O'zbekistonda rasman boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugundan barcha O'zbekistondagi maktablarda 3-chorakning darslari boshlandi. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-sonli qaroriga muvofiq qishki ta'til 2026-yil 10-yanvargacha, ya'ni 14 kalendar kuni davom etishi belgilangandi. 2026-yil 11-yanvar yakshanba dam olish kuniga to'g'ri kelganligi bois 3-chorakning darslari 2026-yil 12-yanvardan rasman bugundan boshlandi. Barcha ota-onalar ushbu xabar ostiga like bosing va yaqinlaringizga mahalla gruppalariga tezda jo'natib qo'ying.